Bugungi bizning mehmonimiz Nodirjon Zohirov. Ko'plar o'ylaydi, что hozir ochamiz, ko'p pul qilamiz и Endi rostdan shunaqa ham qilishdi. Bu pullar uzoqqa bormaydi. Maksimum 1 yil, ya'ni 2 yil cho'ziladi. Uyimizni topa olmay qolamiz bu holatdan keyin. Oxirgi 5 yilda kompaniyalar ochildi, yopildi. Chunki yengil qaralgan, ishga kirilgan, lekin hamma qila olmaydi. Faqat pastga qarab ketyapmiz. To'g'ri ishlayapmiz, lekin iloji yo'q. Xarajatlar ko'p, daromad yo'q. Bizda kompaniyalarga bordim, so'radim, yo'q, bizda hammasi yaxshi deyapti. Ko'ziga qarab turibman deb, pipiramasdan yolg'on gapirishyapti. Yo'q, yordam beringlar, maslahat, yo'l nima qilsa bo'ladi desam, chotki emas, gross bo'lyapti. Ishlamayaptimi dispatchning deyishyapti. Hatto Baxtiyor ishini qattiq yo'q chiqib ketgan sherigi. O'sha kuni qaror bo'ldi, Amazon yo'q, kayfiyat yo'q. Baxtiyor bo'lgan. No'txonlar deydi. Mayli, ish, boshqa problemalar o'z yo'liga zalga chiqinglar degan. Forib zalda emas, faqat tennis o'ynaganmiz, terlab. Yemagan somsaga pul to'lash degan narsa bor-ku. Odatda somsani yemaganlar ko'proq to'laydi o'z biznesda. Kompaniya o'ynerlariga eng qiyin masala o'sha aytganingizdek raqobat ko'payib ketgani. qanaqa maslahat berarsiz bugungi yoshlarga, например? Qilolmadim, bilmadim degan narsa uzr yo'q-da. Variantli ko'pligidan o'zi siqib o'tirgan yoshlarga hayron qolaman-da. Hozir shu kungacha yetib kelgan kompaniyalarning oldida ishlapamni yechib respekt keltirishgan, mana shu kungacha yetib kelishdi-da. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Logistalk loyihasi va bugungi bizning mehmonimiz Nodirjon Zohirov, Sem Avto kompaniyaning asoschisi. Assalomu alaykum Va Nodir aka. alaykum assalom. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizni biz juda ham kutgandik. Nodir aka bizda Amerikada bo'lgandilar va biz ularni juda ham ko'p kutgandik, что bu onlayn qilmasligi uchun, a именно offline o'tirib bemalol gaplashib olish uchun. Nodir aka, kelganingiz uchun yana bir bor kattakon rahmat. Biz juda ham xursandmiz. Biz sizning kimligingizni bilamiz. Agar iloji bo'lsa, ozgina o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, qisqa, чтобы bizni kuzatuvchilarimizga ham ozgina tushunarli bo'lishi uchun. Tushunarli. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men Nodirjon Zohirov, Toshkent shahrida tug'ilganman. 24-maktab Hind maktabida ta'lim olganman 11 yil va O'zbekiston Milliy universitetida bakalavrga kursini tugatganman 4 yil mobaynida va 2001-yil Angliyaga Londonga o'qishga borganman. Va o'qish jarayoni yana 10 yilga cho'zilgan. Magistraturani ham Angliyada, Londonda olganman. Va o'qishimni tugatganimdan keyin Amerikaga ko'chib o'tganman. Amerikaga ko'chib o'tishimning sababi o'sha green card yutib olganim sababli Qo'shma Shtatlarga ko'chib o'tganman. Va Именно Amerikada уже logistika sohasiga borganimdan atrofga qarab nima qilaman, nima qo'yaman deganimda o'sha bizdan oldin borgan avlod yoki o'sha hamkasblar o'sha tracking sohasida shug'ullanishardi. Shu sohani tavsiya qilishgan. O'rganib ko'rganman, hisob-kitobini qilib ko'rsam menga ma'qul kelgan va tracking sohasini boshlaganman. Ya'ni Amerika birinchi qadam qo'ygan kunimdan boshlab shu sohadaman. Tracking sohasida. Oradan mana 14 yil o'tdi. 1 yil o'rganganman, ozgina vaqt kerak bo'lgan. Umumiy holda 13 yil bo'ldi tracking sohasida faoliyat yuritayotganimga. o'zingizni oldingi podkastingizda aytgansiz, что siz truck driver bo'lib ishlagansiz va o'zingizga accountant bo'lgansiz, o'zingizni fully manage qilgansiz. Bu sohani boshlayotganda siz bu sohada shunchalik ko'p qolib ketishingizni bilganmidingiz yoki bu sizga как временный ishdek tuyulganmi, что USda o'zbeklar ko'pincha nima qiladi, tracking bilan shug'ullanadi va kelajagi plan boshqacha bo'lgan. Chunki sizda baribir ham o'qishingiz yana boshqacha направление bo'yicha bo'lgan, скорее всего, это biznes loyihasi, biznes направление bo'yicha bo'lgan. Qaror shuni bo'lganki, qarorda mustaqillik ko'proq. Menga muhimroq. Tracking sohasida kirishimdan sabab ba'zi bir kompaniyalarga kiraman desam, yo'q, siz o'zingiznikini ochib, o'zingiz ishlaganingiz ma'qul deb turib tavsiya qilishgan. To'g'rirog'i no experience, no job degandek. Shunga majbur bo'lganman, kompaniya ochib tracking sohasi, ya'ni mustaqilroq bo'lganman, ya'ni self employment, ko'proq o'zingiz ishlaganingizdan o'zingiz boshqara olasiz degan maqsadda. Va imkoniyatga qarab, sharoitga, agar bundan-da yaxshiroq imkoniyat, sharoit chiqadigan bo'lsa, albatta kasbimni o'zgartiraman deganman. Lekin
haligacha o'zgartira olganim yo'q. То есть bu sohaga kirgandan keyin ishlayotgan paytingizda siz уже tushungansiz, что bu sohasiga yoqyapti, что bu sizga mustaqillik beryapti. Albatta. Keyinchalik уже bundan bu sohada qolish mumkin. Xo'p, именно предпринимательский жилка, что hamma trackingda ishlayotgan xodimlar ham biznes ocholmaydi. Siz tushunki 2015-yil Samavto kompaniyasini sotib olgansizlar. 2015 to'g'rimi? 2015-yil Samavtoni sotib olganmiz, to'g'ri. Samavto kompaniyasini sotib olgansiz, что bu inisiativa именно biznes boshqarish. Chunki undan oldin, endi to'g'risini aytsangiz, sam na себя o'zingizga o'zi ishlagansiz, o'zini o'zi manage qilish juda ham oson, chunki xodimingiz aniq, responsible xodim. O'zi boshqa odamlarga javob berish, boshqa odamlarga mas'uliyat olish va katta risklar. Bu ideya o'zi qanaqasiga kelgan yoki bu oldindan plan qilgan narsa yoki tasodifan bo'lgan narsa? Yo'q, nima deydi? Biznesda ko'proq prinsip rol o'ynaydi. Prinsip shunaqa ediki, sohada 1 yil ishlab, baland-pastini tushungandan keyin bitta haydovchini ishga olganimdan keyin, meni imkoniyatlarim 10 tagacha mumkin. Ya'ni 10 tagacha boshqara olaman. 10 tadan keyin men o'zim eplolmayman. Ya'ni menga sherik kerak bo'ladi, yaxshi sherik deganman. Va menga ishlayotgan ishchilarga taklif bilan chiqqanman. Agar qachonki tayyorman deb sheriklik bo'lish statusini xohlasang, men shu statusga, shu sheriklikka tayyorman deganman. Va shundan boshlangan. Получается, o'zingiz front ofisdan boshlagansiz, o'zingiz truck driver bo'lgansiz, shuning uchun siz fleetni, dispetcherlarni ishini, driver ishini yaxshi tushungansiz, shu sizga katta yordam bergan bo'lsa kerak kompaniyada owner bo'lishga. Va ko'p kompaniyalarda ham menimcha eng katta plusi, agar ownerlar o'zi o'sha logistikani eng pastki choqqalardan o'sha o'zi ishlab turib, undan keyin kompaniya ochishi. To'g'rimi? To есть sizda agar bu truck driver bo'lgan bo'lsa, siz uni o'sha driver ishini yaxshi tushungansiz, yo'l nimaligini bilgansiz va o'sha sizga telefon qilayotgan driverlarning nima muammosi bor, o'sha siz boshqa faktorlar ham rol o'ynaydi. Sababi men Amerikaga borishdan oldin Angliyada o'qigan vaqtimda va ishlagan vaqtimdagi tajriba men uchun katta bo'lgan. Sababi mana ko'p holatda ko'pchilik borib truck sohasida ishlayman, truck driverman yoki shu sohada company ownerman deganda ham asosan ular, ya'ni 90% deylik, konveyerga tushadi. Yangilik yaratmaydi, bor soha ko'radi, o'rganadi yoki ozgina ishchi bo'lib turib, ish o'rganib, sirazi shu sohada davom etadi. Mendagi bo'lgan holatlar, o'zimga ishonchim, Londonda o'sha taksi haydaganim ham o'zimga ancha motivatsiya bergan. Chunki taksida yurganda adashib qolishdan yoki to'g'ri yo'l tanlashdan qo'rqmasdim. Keyin endi trackshini albatta GPS bo'lish kerak, o'sha track ko'rsatadigan nima deydi, Garmin bo'lish kerak, navigation degan qilib bo'ladi. Bu narsalarni ishlatmaganman men. Chunki o'sha birinchimi, ikkinchi yukim olganimda New Jerseydan Minnesotaga borsam, o'sha Minnesotada hamkasblarni ko'rib qolganman. Endi baribir qiziqadi-yu, yangi qo'shni, yangi ishchi. O'sha o'zi boshladi. Ikkinchi, uchinchi haftada bu Minnesotada nima qilib yuribdi? Kelib trackga holatni ko'rib, keyin GPS-imni so'raganda. Qani GPS-ingni yo'qotib qo'ydingmi degan. GPS yo'q, GPS keldim deganman. Ya'ni o'sha telefon bor, to'g'ri, kartaga qaraganman, yo'l nomerlarini ko'rganman, shu narsa ham. Bundan nima demoqchiman? Background dedim o'zbekchada, nima, baribir oldingi tajriba, opit gapiradi. Ko'p holatda deyman. Mana o'zingizlar ham guvohsizlar, Ibrohim bilan ham ozgina suhbatlashdim. Oxirgi 5 yilda o'zingizlar mana o'zingiz ham aytdingiz, kompaniyalar ochildi, yopildi. Juda ham ko'pda. Chunki yengil qaralgan, ishga kirilgan, bozor, market bum bo'lyapti, hamma qila oladi, lekin hamma qila olmaydi. Hozir shu kungacha yetib kelgan kompaniyalarning oldida men o'zim ham shlapamni yechib hurmat deb respekt keltirishga minaman, chunki shu kungacha yetib kelishdi-da. Shuning uchun aynan bizning loyihamiz bor va aytgandek ko'p kompaniyalar, to есть ko'p boshqa logistika podkastlar ular ko'proq logistikada bo'layotgan yangiliklar, o'sha fuel qimmatlashi yoki deb Trump yangi zakonlarini muhokama qilsa, bizga ko'proq qiziq qanaqasiga tracking soha bu oson soha emas bugungi kunda. O'sha unaqa hamma odam kirgan bo'lib ketmaydi. Oldin shunaqa hamma deb o'ylashardi. Hamma o'ylashardi. Hozir qanaqasiga
успешный, именно successful kompaniyalarni ownerlari kompaniyani manage qilishadi, boshqarishadi va ularda eng asosiy ish prinsiplari qanaqa. Va bizga juda ham yoqqani, sizni o'tgan podkastingizni biz ko'rdik. Siz ko'p joylarda именно o'zingizni natijangizni ko'proq biz o'sdik, o'sha 2020-yil o'sishni boshladik. Именно komanda uchun. Komanda ishlagan, komanda harakat qilgan tim, to есть siz birinchi очередьga timni qo'yib, ularga eng katta o'sha yutug'i etyapsiz. Ular deb, ularning yordamida. Bu menimcha juda ham zo'r narsa, chunki ko'p rukovodителlarda baribir ham men qilganman, men erishganman, meni yutug'im, как бы ego ozgina kuchliroq o'ynaydi. Sizda наоборот siz сразу aytdingiz, bu komanda bo'ldi, komanda harakat qildi, hamma bolalar harakat qildi va именно давайте ozgina sizni ishchilaringiz haqida gaplashamiz. Bo'ladi. То есть qanaqasiga bu ishchilaringizni ishga olasiz, qanaqa prinsiplarni ishlatasiz, то есть hozir umumiy nechta ishchi bor sizning kompaniyangizda? US da va O'zbekistonda общий. US ofisda umumiy 10 kishi faoliyat ko'rsatadi. O'zbekiston ofis, Toshkent ofisda Это yard xodimlari, to'g'rimi? US da yard xodimlari 10 tacha. Yo'q, ofis xodimlari deganda Flitda 2 kishi, Taras bilan Muhammad degan, ya'ni bizni o'sha aytganimdek baribir backgroundga bog'liqda insonni, ya'ni qayerga kelayotganingiz, qaysi sohaga yondashayotganingiz. Ya'ni rang-baranglik deganda millatlar, misol uchun Flitda 2 kishi ishlaydi, bittasi Ukrain millatiga mansub, bittasi Misrlik. Flitda 2 ta, HRda 3 ta, bittasi Ukraina, bittasi Iordaniyalik, uchinchisi O'zbekistonlik. Ya'ni rang-baranglik, turfa xillik deydimi? Yondashuvda ham ko'rasiz, farqi seziladi deyman. Agar faqat o'zimizni o'zbek millatiga qolsa, baribir qaysarligimiz bor-da, ba'zi bir narsalarda pand yeb qo'yamiz deydi. Shundan zo'r savol chiqdi. Kim bilan ishlash osonroq yoki nima afzalliklar bor? Afzalliklar uni bekitadigan joyi biz o'zimiz, misol uchun zo'r millat hisoblaymiz, boshqa, lekin juda qaysarmiz. Ya'ni biz zo'rmiz deb o'ylaymiz. Agar biror bir kim bizdan-da yaxshiroq variant berayotgan bo'lsa, iloji boricha tan olmasligi yoki ozgina o'rganib turib, o'shani sal u yoq-buyog'ini o'zgartirib, men o'zim qildim deyishni yaxshiroq ko'ramiz. Shu farqlari bor. Punktualnost deydi-ku. Punktualnostda ham muammolarimiz bor bizda. O'shanga Sheri bilan gaplashganda, agar biz xodim olishni boshlasak, 3-4 xodim oladigan bo'lsak, iloji boricha millatiga qaramaymiz. O'sha sohani, o'sha departamentni bila olsa, muammo yo'q. Faqat o'zbeklar unaqa narsa yo'q. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Amerika именно fuqarolarichi, именно amerikanslar, ular bilan ishlashchi. Ular bilan ishlash yaxshi, lekin hali biz tayyor emasmiz. Chunki bizda ham tajriba bor US ga xarid qilishda va US именно amerikanslar bilan ishlashda va etda umuman boshqacha spetsifika, именно culture, odamlar bilan ishlash bo'yicha, odamlar bilan gaplash bo'yicha, etda odamlar o'zini huquqini juda ham yaxshi biladi, to есть pravasini talab qilishi juda ham kuchli aslida. Shuning uchun juda ham bu ham qiziq mavzu bo'ldi. U narsani discuss qilishga tushunarli. Именно o'zbek ofisida nechta odam uni gap bizda mana ofisda, US ofisda o'zim, sherigim Baxtiyor, keyin o'sha HRda 3 kishi, Flitda 2 kishi, safetyda bitta US ofisda o'tiradi, bittasi Londonda o'tiradi. Keyin accountingda 3 kishi. Ya'ni dispetcherlarchi. Dispetcherlar hammasi Toshkentda o'tiradi. O'sha Toshkent ofisi ham so'rayapman. Toshkent ofisda umumiy dispetcherlar soni main shiftda 10 ga yaqin dispetcherimiz o'tiradi. Tushunarli.
hozir уже tushunarli, что hozirgi payt siz уже operation proseslardan ozgina chetdasiz, chunki siz уже owner, to'liq owner funksiyasini bajarasiz, ko'proq siz уже masshtabirovanyeni o'ylaysiz, strategiya bo'yicha ishlaysiz va hozir hiringga o'zingiz qilmasangiz kerak, no top management bilan yokida undan oldin odamlarni ishga olayotganda siz nima qadriyatlarga ko'p e'tibor berardingiz odamlarni ishga olayotganda, chunki baribir ham kimdir ishga olgansiz, по крайней мере top menejerlarni, safety menejerlarni. Bizdagi holat, mendagi prinsip, Baxtiyorga ham aytganman, top anaqa bo'lmaydi, mutaxassis bo'lmaydimi? Biz 1 oy yoki 2 oy ishlaymiz, keyin ishchini asli qobiliyatini, asli anaqa nima visionini bila olamiz. Bo'lmasa CV-ga yoki tajribasiga qarasak, baribir natija bo'lmaydi. Shu asosda ishlaymiz. Olamiz, 2 oy ishlaymiz. Agar 3-oy ma'qul kelmasa, kontrakt terminate. O'sha kontraktda ham belgilab o'tamiz shu narsani deyman. Maksimum 3 oy deymiz. No, baribir ham shu odamni ishga olayotganlaringda nima narsaga eng ko'proq e'tibor berasizlar? Shu odam o'zini tutishi, muomalasi, qanaqadir qadriyatlar yokida qanaqadir kriteriya bor-ku, baribir ham hiring prosesda sizlarda. Kriteriyada yokida siz qadrlaydigan CV-ni qarasangiz, CV-da вообще deydi, farishta. Doim zo'r, endi tushunarli. Farishta. Ishlab ko'rmaguncha bilmaymiz, to'g'risi. Tushunarli. Xo'p, давайте boshqacha balki men tushunmagandirman savolingizni. Yo'q, например, вот sizda bir nechta kandidatlaringiz bor, o'sha ishlayotgan yokida ko'zga olganingiz yoki probationdagilar, ularni qaysi birini qolmasligini faqatgina hard skills, o'sha ishini yaxshi bajarayotgani yokida umumiy muomalasi, disiplinasi, o'zini tutishi yoki soft skill qanaqa belgilarga sizlar ko'proq asoslanasizlar yokida o'zingizga qanaqadir qadriyatlaringiz bormi, что bu narsaga qattiq turasiz. U xodimda bunaqa narsa yo'q bo'lsa, uni ishga olmaysiz, например. Yoki yo'q bo'lsa, all good. Asosiysi til masalasi Amerika bo'lgandan keyin agar men zo'r mutaxassis bo'lib yoki marketolog bo'lib turib ingliz tilini bilmasa, bizga foyda yo'q. Birinchi prinsip til masalasi. Tajriba. Background'ini ham ahamiyat beramiz. Qaysi sohada, nimada, qancha ishlaganiga qarab. Chunki oxirgi 1 yilda yoki 2 yilda juda ko'p joy almashtirgan bo'lsa, nimadir muammo bor. Вот, это тоже shu qadriyatlar haqida, что не постоянный odam emas, то есть stabil odam emas va u ko'p joyini almashtirayotgan bo'lsa, u sizlarga to'g'ri kelmaydi. Tushunarli. Xo'p, shu odamlarni o'sha hire qilgandan keyin, ishga olingandan keyin основной boshqarish prinsiplari haqida gaplashsak-chi, например. Bo'ladi. Boshqarish masalasi qonun ustuvor. Amerikada hech qanaqa emotsiya rol o'ynash kerak emas yoki men owner bo'lib turib xarakter ko'rsatishim umuman mumkin emas. Ya'ni asosiysi o'sha birinchi ofisga 2 kishi kirib borgan bo'lsa, o'sha yeri bilan o'sha professionallikni yo'qotmaymiz. Asosiysi. Xato qilgan taqdirda ham ishchi bizni chegaralarni kesib o'tmaymiz hech qachon. Hech qachon yo'q. Bu prinsip. Hatto u o'tganda ham biz chegarani kesib o'tmaymiz qonun doirasida deyman. Asosiy prinsip shu. Qolgani ish jarayonidagi umumiy talab o'sha kontraktga asoslangan holda. Kontrakt beriladi, o'sha kontraktni ikki taraf o'z majburiyatlarini bajarsa muammo yo'q. Основной принцип bu shaxsiy chegaralar va hurmat. Lичностьga переходить qilmasdan hurmat. Agar siz odamni urishsangiz, faqatgina qilayotgan ishiga, lekin personalitiga o'tib, tamsan shunaqasan, bunaqasan, bu tomonlama o'zi kompaniyada o'tish mumkin emas. Yo'q, umuman mumkin emas. Ya'ni mendagi odat albatta sherigim Baxtiyorga ham o'tgan. Shu asosda hozirgacha ishlab kelamiz. Hatto bizdan bo'shab ketgan insonlardan ham yaxshi feedback olamiz ko'p holatda. To'g'ri, bo'shadim, ishlolmadik, boshqa qilmadik, lekin o'sha chegaralar, ya'ni qoida, kontrakt bo'yicha hammasini tugatdik deyshadi. То есть ular ishdan ketgandan keyin baribir ham
yaxshi feedback qoldiradi. Sog'inishadi degan desa ham Shunaqa, bo'ladi, что shunaqa. baribir ham. Ya'ni yaxshi. ketadigan odamga har Xotira. doim eshigimiz ochiq deb xayrlashamiz. Agar mabodo mayli hozirgi holatda biza sani ehtiyojlaringni yoki o'sha sanga bo'ladigan to'lovlarni qilib bera olmagan bo'lsak ham, market yoki bozor qaytsa yoki if you gonna change your mind, eshigimiz 24 soat 7 kun ochiq deymiz. Hozirgi paytda xodimlar bilan ko'pincha kim shug'ullanadi? Shu ishga olish yoki ishdan bo'shatish. Men oxirgi 1 yil umuman aralashmayman. Oxirgi 1 yildan oshdi. Faqat maslahat qilishimiz mumkin. Ikkilangan joyida men to'liq sherikka berganman, o'zing hal qil. Hatto xato qaror qabul qilganingni ham men xursandman, men roziman. Soch xatoligini bilamiz, unday qilamiz. Senga hech qanaqa shikoyat yoki men bunday qilsam bo'lardi degan narsani kelishganmiz. O'sha kelishuv bo'yicha hozirgacha ishlab kelyapmiz. Aralashib maslahat qilishimiz mumkin. Yoki qanaqadir urgent case'lar bo'lsa, yoki urgent case'lar bo'lsa, text kattaroq message case'lar yoki bo'lsa. o'sha ishdan keyin qolganda maslahat bo'lsin. Shu xodim bo'yicha nima deysiz? Sochon oshiramiz, oyligini yoki kesamiz, yoki shunaqa harakatlari bo'ldi boshqa. Bilasizmi, ruslarda shunaqa gap bor, незаменимых сотрудников не бывает, то есть именно qaysidir xodim ham ketsa ham uni o'rnini bemalol yopish mumkin. Unaqa ценный xodim degani bu nima, любой odamni almashtirsa bo'ladi. Shu siz bu prinsipga qanaqa qaraysiz? Siz bu bilan rozimisiz? Или Yo'q, o'zim boshidan uzoq muddat tarafdoriman. Xuddi sherigimga bo'lgan taklifi har bitta xodimga biz beramiz. Men 1 yil oldin beradim, hozir sherigim Baxtiyor beradimi, bermaydimi? Ki ishla visioning bo'lsa yoki bir partnershipga boshqaga yoki ma'lum bir muddat ishlagandan keyin 1 yilmi 2 yilmi biz rozimiz sheriklikka. yangi ideya olib kelsa, yangi ideya olib kelsa, boshqa olib kelsa, lekin hayot, inson har xil faktorlar rol o'ynaydi. Bu umumiy balandparvoz gaplar deb tushunadi, lekin har bir ofisga qadam bosadigan, bizning kompaniyaga qadam bosadigan insonga bizi sheriklik hamdaqasiga tayyormiz. Faqat gap uni o'sha visionida bir-birimizni tushunishimizda, bizga ishonishida, biz unga ishonishimizda. Shu. Zo'r, получается, sizga, то есть sizning kompaniyangizda maksimal ambitions xodimlar, kimda ambitsiya bor, o'zi rivojlanmoqchi bo'ladi yoki o'sha company owner bo'lmoqchi bo'ladi, partner bo'lmoqchi bo'ladi, sizda maksimal bu narsaga imkoniyat bor. Ideyang bo'lsa, loyihang bo'lsa, shu hozirgi proseslarni yaxshilay olsang, zo'r qila olsang, пожалуйста, biz sen bilan sherikchilikka rozimiz. Zo'r. Shunaqa holatlar bo'ladiki, bo'lgan ham ko'p kompaniyalarda, что qaysidir main xodim chiqib ketayotganda kompaniyadan, endi bilasiz, trackingda shunaqa o'zi bilan qaysidir xodimlarni olib chiqib ketadi, yokida confidential information chiqaradi, yokida boshqacha xunuk ishlar qiladigan xodimlar bor trackingda. То есть ko'p bo'ladi shunaqa holat. Hozir qarangda, shunaqa zamonda yashaymizki, nima deyman, kamera turadi-ku, CCTV turadi-ku, boshqa. Ya'ni u ownerlarning aksiyasi bor, to'g'rimi? Agar chuqurroq kiradigan bo'lsak, loyalty masalasi yoki ishchi uni olib ketish, nima reja qilyapti, qanaqa revolution qilmoqchi xodimlar, boshqasi hammasini bilib turamiz. Lekin u ham ownerlarga ham oson emas-da. Albatta, da. Ownerlarga ham oson emas. O'ylaydi xodim qaramayapti kameraga, ko'rmaydi meni deb o'ylaydi. Yo'q, ko'ramiz, eshitamiz, lekin indamaymiz. Agar haqiqatda shunaqa aytganingizdek 2-3 kishi xodimlarni o'zi bilan chiqib ketsa, boshqa iloj yo'q. Ya'ni bu o'tar dunyo, qaytar dunyo, muammo yo'q unda. Shuni masalasini agar gaplashsak, shunaqa holat bo'lganmiki sizga konkretno hozirgi o'sha hozir siz bilan gaplashayotganda siz уже maksimal bu tarzda mudriy odamsiz. То есть siz bu narsaga spokойно qaraysiz, siz bu narsaga endi nima qilsa bo'ladi, endi olib ketsa olib ketadi. Bu natijaga kelish uchun nimadir dars bo'lganmi sizga? Shunaqa case bo'lganki, что sizni bu case shunaqa tam bilmayman, dilizni og'ritgan yoki xafa qilgan xodimlar bilan bog'liq, что bu narsaga siz уже keyinchalik yetib keldingizki, что anu yemagan somsaga pul to'lash degan narsa bor-ku. Odatda o'sha somsani yemaganlar ko'proq to'laydi o'zi biznesda, boshqada deyman. Mana misol uchun hozir bizadagi kompaniya ownerlarga eng qiyin masala
o'sha aytganingizdek raqobat ko'payib ketgani, har xil stabil bo'lmagan kompaniyalarni qilayotgan har xil amallari bizadagi ownerlarga nagruska. Tushunarli. No, именно agar case by case gapirsak, sizda bunaqa nima desa bo'ladi, og'ir dars practical bo'lmagan, что qaysidir xodimlar bo'lgan, lekin kelishilgan holda u darajada nima deydi, sammanga borish boshqa emas, haqiqatda ketaman boshqa, xuddi kontraktni nima qilib kelishganmiz, 1 oy muddat yoki bizga imkon berasan, vaqt berasan, biza o'ringa o'rin mayli. Sandagi top mutaxassis topa olmasak ham kimnidir qo'yaylik bemalol. O'sha gap, ya'ni har doimgi oxirida agar chiqib ketganingdan keyin dasha shunaqa if you change mind, just come back. Qaytib kelsang muammo yo'q. Yo more than welcome, muammo yo'q. Chunki bu ish, inson xato qiladi. Misol uchun u yoshida biz o'tganmiz-ku, asosan biz yosh xodimlar bilan ishlaymiz. Bitta bizada o'sha CFO, ya'ni accountingimiz mendan yoshlari katta, qolgan xodimlarning hammasi yoshi mendan kichkinada, ya'ni u yoshdan o'tganman, taxminan bilaman. 20 yosh yoki 21 yosh yoki 21 yoshda xodim gaplashadi-ku siz bilan. Bilaman-da taxminan. Misol uchun kelajakni nima predict qilish emas, o'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holda 25 yoshda ko'proq pul kerak, ko'proq daromad qilish kerak, maksimum 6 oyda boyib ketish kerak. Sablazn. Shunga o'xshagan narsalar, tushunaman uni ham, muammo yo'q. Ya'ni pozitiv deydi. Pozitiv yondashaman. Shu именно mindsetga da shu tajriba, kechirasizlar, noto'g'ri gapirdim. Aytmoqchimanki, hozirgi o'ylash uslubingizga siz step by step kelgansiz, unaqa katta ta'sirli darslar, что sizni kimdir predать qildi yoki da sizni kimdir ko'nglingizni og'ritib ketgan va unaqa narsalar unaqa bo'lmagan. To есть step by step u sizga bu endi bitta sir emas u. Misol uchun o'sha Baxtiyor sherigi menda oldin ishchi bo'lib ishlagan bo'lsa, keyin sherik bo'lib ishlaganimizdan keyin men unga aytganman-da, hozir ishladik, bosh qildik. Sen juda oson deb o'ylayapsan odamlar bilan ishlash. Hozir biz 10 tagacha qani mayli ishchi bo'lib turib boshqardik, qildik, shu darajaga yetib keldik. Hozir bundan buyog'iga 40 ta xodim, 50 ta yoki 100 ta yoki 150 ta bo'lib ketadi odamlar muomala qilish kerak. Oson bo'lmaydi desam, yo'q, hammasini tushunib yetdim, yo'q, tushunib yetmading deganman. Keyin sherik bo'lib ofitsiantlik qo'l qo'yib boshlaganib kengayganimizdan keyin ya'ni isbot demoqchiman o'zimga olmasligimni. Uni sochi oqarib ketdi-da 2 yilda. Sochi oqarib ketdi 2 yilda. Ya'ni nagruzka bo'ladigan muammolar, keslar, har kuni yotishdan oldin, uyquga ketishdan oldin bo'ladigan muammo yoki ertalab turganingizda bo'lgan muammolar yoki aksidentlar, har xil tortishuvlar, legal amnaqalar, nima deydi, actionlar insonga baribir nagruzka beradi-da. Ya'ni o'shanda farqini sezdim. Rostdan ham men quruq gapmas ekan deb Baxtiyorga hazillashdim-da. Ya'ni Baxtiyor, men o'zimga olmasligim chochimizda ko'rindi dedim. Bu nima? Oldi qochdi emas, fakt bu. Ya'ni sochi oqarib ketdi deydi. Ya'ni oson emasligidan sohani odamlar bilan muomala qilish, ishlashligini. Zo'r lekin ta'riflab berdingiz, imенно soch bilan bog'liq bo'lgan unda. O'zi logistikada ko'p kirgan odamlarni, mana biz ham timimiz biladi, soch oqarish boshlaydi. Xo'p, xodimlarga agar qaytsak, xodimlar bilan siz o'zi ko'p baribir ham muloqot qilasiz, to'g'rimi? Muomala qilganda, muloqot qilganda boshqada xuddi o'zimni ukamda yoki do'stimdek muomala qilaman. Misol uchun ko'rishmay o'tib ketadi yoki boshqa qiladi. Salom bermasa ham muammo yo'q deyman-da. Keyin ko'rishib qo'raman. Esiga tushganda hayoli bordir yoki biror bir narsani reja qilgandir yoki men haqimda noto'g'ri ma'lumot berishgandir. Mana deyman. Juda ham oson qabul qilar ekansiz. Boshqa oson qilaman. Chunki o'zimni qiynab nima qilaman? Gap yo'q, lekin Misol hozir 22 yosh yoki 23 yosh yoki 24 yosh xodimga nimani tushuntiraman, to u amnaqalarni bosib o'tmaguncha. Nima qilaman uni baqirib yoki ko'ngli og'ritib bo'ldi, muammo yo'q deyman. Bitta jiyanim ishga olingan, u ham Flitga top menejerdagi do'stim, o'zim Flitga olganman uni, bilganimiz uchun, o'sha qilib bergani uchun, o'sha departamentga yurg'izgani uchun
bir kun jiyanimni tanigani uchun jiyaning bekor yuribdi boshqa deb aytgan. Nima qilib yurursin deganman. Yaxshi-ku deganman. Mani jiyanimga joni achyaptimi desam, ha endi ish o'rgansin, boshqa qilsin degan. Bo'ldi deganman. San olgan ishga bizani umuman aloqamiz yo'q. Mani yoki o'sha menejer Toshkentdagi ukam bo'lsa, Odil bizning aloqamiz. San o'zing departamentingga ol, o'zing tarbiyala, boshqa qil. O'xshasa o'xshaydi. O'xshadi. Bizani aloqamiz yo'q. Borganda ham, ofisda ham, boshqada ham. Ras san flitga olsanmi, ertaga update bo'laman deb bizani boshqa qotirmasin. Dispatch bo'laman deb turib ko'proq daromad qilaman deb bizani boshqa qotirmasin. O'sha fleet departamentga qosim bo'ldi. O'sha yerda rivojlansa, o'sha yerda o'ssa muammo yo'q. Agar eplay olsang. Eplay olmasang yoki seni sharmanda qiladigan bo'lsa, menga hech narsa dema deganman. Shu asosda baraka topsin o'sha fleet menejerimiz tarbiyalabdi. Kechqurun kirdi jiyanim oxiri. Qachondan beri ishlayapsan dedim-da. Hatto unaqa gaplashmasdim-da. Salom alaykum. Ko'chaga chiqqanda qarindosh u boshqada muammo yo'q. Ha, 3 yildan oshdi aka dedi. Keyin endi so'radim to'g'risi. Oylikni ham gapirsa bo'ladi-ya, aytsa bo'ladi. Muammo yo'q. Keyin necha pul olsan desam, $600 dedi. Yo'q endi necha puldan boshlashgan? Azbek ham olib kelib o'rgatganlar, 2 oy tekin ishlaganman, keyin $300 qilishgan, $50 boshqa. Hozir $600 ga yetib keldim dedi. Qachon oylik masalasini ko'tarding desam, endi menejerga aytolmayman chunki Azbek ham ishga olgan, boshqa Azbek ham dekabrda ish tugatdilar, ketdilar. Baxtiyorga chiqqan o'sha bunaqa orqali. Men o'ylab ko'ray, nima qilaman degan. Chunki Baxtiyor ham biladi jiyanligimni. Oshirmagan-da oyligim. Keyin ponni o'sha o'rgangan ishi, qilgan ishlari, nima qilayotgani, o'sha kompaniyaga qancha savings qilgani, parkinglarda qancha save qilgani yoki fuelda qancha save qilgani hammasini yozib yurgan ekan-da. Fuel departamentiga ham javobgar bo'lgan ekan-da. Keyin mitinglarda aytib o'taman dedi, hammasini isboti bilan ko'rsatdi-da. O'zini kuchi bilan. Yo'q, endi sabrga qoyil qo'yman-da ichidan. Keyin endi biladi-ku, bu hech kim hamma bir-biridan xabardor-ku departamentlardan kim qancha topyapti, qancha daromad qilib. Hamma savingslarni hammasini oldimga qo'yib ko'rsatdi, isboti bilan ko'rsatdi. Sunat akam accounting tasdiqlaganlarigacha yozuv, chizuvlarni ko'rsatdi, text message'larni to'g'ri deb tasdiqlaganlar. Keyin shu dedi bu. O'zi qiyinchiligi bilan erishgan. Yo'q, erishgan, keyin o'shanga qarab turibdi-da. Keyin bo'ldi, oyligini oshiramiz, men bu masalani ham naq qilamiz dedik. Zo'r. Sabringga qoyil dedim. Nima tashab ketmading bizani dedim. Yerga qarab turibdi. Shu narsaga erishmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Bu ham ambition qo'yaman ular. Hayronman, chunki meni qahr qattiqligim o'zim olmaganman-da, ya'ni o'sha top menejer olgan boshqa. Kechagi ko'rsatgan rezultati boshqasi. Biror bir mitingda aytdingmi? Men oxirgi 1 yilda qatnashmayotgan bo'lsam, ko'tardingmi desam, ko'tardim deydi. Xo'p deyshadi, yo'q deyishmaydi deydi. Nima kelishilgan kontrakt bo'yicha? Fuel bo'lsa, shuncha foiz bonus beriladi deyilgan. Hozir senga ishlayotgan xodimlar bilan qanaqa boshqaryapsan desam, amal olmam deydi. Zo'r keys aytib berdi. Bu boshqa dedim, bu boshqa gap dedim. Keyin menejer chaqirdim-da. Nima qilyapsan desa o'sha gapda, ya'ni keyin bab xonda bo'ladi, prinsipki men departamentga qarashli emas-ku bu deyapti-da. Nima men oyligini oshirib berishim kerak deyapti. Mana nima real case'dan. Qarindosh urug'chilikda o'siz-ku, lekin qarindosh urug'chilikda ham baribir ham hamma o'zini kuchi bilan, o'z natijasi bilan epladi, eplamasa все, до свидания, shunaqa ishlar ekan. Chunki bizda qarindosh urug'chilik umuman boshqacharoq ta'riflanadi-da, что. Shunaqa. Da, no sizlarda unaqa emas ekan, tushunarli. O'zim nahotki shunaqa qahri qattiqamda qilmanmi dedim-da. Kimda o'ylayman? Bechora shuncha qiynalib. Ha, yo'q, keyin o'ylayman, men olmaganman u ishga davom etadi. O'zim o'tish olish uchun. Men olmaganman, men fleetga menejer vazifasi bor. Nima men ishiga aralashtirib janimikini oshirib beriyor, oyligi nima bo'lyapti deb hamda qilaman deb. O'zi anunda qarz so'raganda hayron bo'ldim.
Nodir aka "Voda iloji yo'qmi?" dedi-da. "Yo'q jiyan, umuman iloji yo'q." Sana bo'pti dedi. Kecha keyin nimaga chiqmading shu paytga desam, yerga qarab turibdi. Это уже qarindosh urug'chilik deyilmaydi. Это уже tanish bilish, o'zini poblad. Keyin aytdim, "Bo'ldi, mana sen Xudo xohlasa sharmanda qilmasang, sinovdan o'tding" dedim-da. Bu qilgan ishlaring tajriba, men sen ashi ish qilmaysan, dangasi prosta kelib ketib, o'sha jiyani bo'lgani uchun o'zingda ham qiziqish yo'q desam, yo'q, ancha-muncha ish qilgan ekan o'sha fleet manager bilan birga o'rganib, o'sha nima deydi, shogird bo'lib tushganga yarasha olgan ekan-da, o'ziga yarasha deyman. Молодец, zo'r. Samarali qo'yib. Hayron qoldim o'zim. Endi ana uni ko'rsatdik, Fuel'da bilamiz hozir oxirgi 3 oyda, 4 oyda Fuel masalasi bo'yicha nima bo'layotgani, qancha cho'nchigimizdan owner kompaniya to'layotganligi juda qattiq botyapti-da, ownerlik endi hamma joyda uni yeta olmaymiz. Keyin bu qilib bergan savingslar boshqalarni ko'ryapman-da, hisoblayapman-da, значит, bir oy bu o'sha 2-3 kishi boshqarishgan bo'lsa, o'sha bir oylik ortiqcha to'lagan rasxodimizni mana oxirgi 3 oyda save qilib berishibdi-ku deyapman-da. Nahotki bular bonus olmasa deyapman-da. Nahotki oylik oshmasa shu. Juda ham aslida zo'r kes, to'g'risi. Chunki bizda ham aytmoqman, nima Shohrux aka ham, Sanjar aka ham bor. Любой qarindoshmi, tanishmi, doim intervyudan o'tadi. Intervyudan o'ta olmasa, olinmaydi. O'tsa olinadi. O'zini ham aytishadi, eplasa epladi, eplamasa, o'sha xayr, sizda ham получается xuddi shunaqa prinsip va tanish bilish degani bu hamma yoqda ham o'tmaydi. Yo'q, priority yo'q. Priority bo'lmasligi kerak deyman. Chunki o'zi ko'p aytishadi-ku, mana biznes sohasida boshqada zarariga ishlaydi kompaniya. Kompaniyani zarariga ishlaydi. Endi qaniydi budjetli kompaniya bo'lsa ekan, bir 20 ta jiyanni olib qo'ysangiz, ishga hammasiga oylik chiqazib bersangiz yaxshi. Shunaqa. Xo'p, sizda xodimlar bilan ishlayapsiz yoki top menejer bilan ishlayapsiz. Siz uchun uchta umuman siz nima desam, yomon ko'radigan xislat odamlarda, xodimlarda. Yomon ko'radigan xislat xodimlarda. Ishchilarda, xodimlarda, US office, O'zbek office farqi yo'q. Top management. To'g'risini aytaymi? To'g'risini aytsam, shu kofega chiqib ketish yoqmaydi US office'da menga. Kofega, Dunkin'ga, Starbucks'ga chiqib ketish yoqmaydi deydi. Endi ofisda sharoit qilib beray desangiz, kofe mashin qo'yilgan o'sha xuddi o'sha top brendlardagi kofe damlab beradigan apparat qo'ysangiz, uni tayinli tozalaydigan odam yo'q deydi-ku. Bu yog'i ham bor. Endi shu eng asosiysi. Qolganini aytgim kelmayapti, to'g'risi. Mayli. Qolganini aytsam keyin ertaga nima deydi? Qovog'ini solib yurmasin deydi. Mayli. Bo'lmasa gapirmaymiz. Ha, uni o'tkazib qo'ying. O'sha pozitiv bab, ko'proq pozitiv menda deyman. Bilamiz, sherik bilan asabiylashamiz, boshqa qilamiz bir xil payt. Yomon so'zlarni ham ishlatamiz o'zaro qolganda, boshqa-yu. Menimcha pozitivroq qolaveramiz, foydasi yo'q deydi-ku. Agar o'zida bo'lmasa, biz nima qilib bera olamiz deymiz. Shu oxir shunaqa qilib o'tamiz o'zimizni minus taraflariga deyman, xodimni noto'g'ri qilayotgan xatti-harakatlariga deyman. Nali. Siz juda ham o'sha qadriyatli desangiz, sizga qadriyatli so'z uncha menimcha yoqmadi, tushmadi. Tushmadi emas, men to'g'risi hamnaqasini ola olmayman, definitionni, qadriyat deganda. Chunki o'zimdagi yondashuv mana sizni, например, kechirasiz gapingizni bo'ldim. Siz o'tgan podkastingizda gapirgansiz, что team agar sizni qaroringizni hozir anig'i Amazon bo'yicha qaror bo'lganmi, qabul qilmasa, men kompaniyadan chiqib ketib, driver bo'lib ishlayveraman, bemalol ishlayman deb siz shunaqa gap gapirgan ekansiz. Bizga bu juda ham qiziq tuyuldi, что siz kompaniyaning ownerisiz, siz uchun bu qanchalik bu rolda turish prinsipial bo'lganki, что siz hattoki buni prinsipingizga chiqib ketishga ham tayyorsizda kompaniyadan. Agar bu prinsip, agar bu rol ishlatilmasa, например. То есть bu ham qadriyat, sizda qadriyat bor, что menda agar nimadir например, illegal ish qilmayman, bunaqa ish qilmayman desa, sizni bu narsadan qaytarish juda ham qiyin. Chunki sizda bunaqa qadriyatingiz bor va siz bu qadriyatingizga juda ham qattiq turasiz, prinsipingizga. Sizda shunaqa keysda bo'lganmiki, что siz aytgansiz, всё, shunchalik qattiq turgansiz qaysi rolga? Xuddi shunaqa tarzda, например. Oxirgi
2 yilda qattiq turgan prinsiplardan bittasi ikkita yoki uchta xodimni misol uchun Baxtiyor 100% qaror qilganda noto'g'ri qarorligini bu shashtidan qaytishiniga ko'ndira olganim deb o'ylayman. Ya'ni mashq xodim olib qolamiz deganman. To'g'ri, biznes tarafdan, marketdan kelib chiqqan holda ko'tarmaydi bu narsa budjetni, ya'ni unga to'lanadi, lekin biz majbur bo'lganmiz olib qolishimiz. Chunki uzoq muddatda bizaga foydasi bilan qaytishiga ishonganim uchun. Foydasi bilan qaytyapti ham. Ba'zi bir xodimlarni bo'shatamiz degan joyda olib qolingan deb o'ylayman. Chunki siz ularda nimadir ko'rgansiz va siz ishongansiz, что bu xodimlarda aslida potensial bor yoki ularga yana potensial bor. Ya'ni oxirgi necha yildir biz bilan o'tkazishgan. Hozir baribir bizdan ketganda ham unga ham unaqa yaxshi marketdagi yoki to'lanadigan daromad bo'lmasligi mumkin. Endi u 50-50. Xuddi shu narsadek biz ham u ketganda uni o'rnini bosadigan yaxshi xodim topa olmasligimiz 50-50. Obyektiv riskni отсанивать qilib, siz bu qarorga qabul kelgansizda. Xo'p, qarang, agarda siz bilganingizda, что siz hozir bitta tavsiya berasiz va bu tavsiyani hamma bergan xodimingizga, o'sha hamma xodimlar bu tavsiyani to'g'ri qabul qilishadi va shu tavsiya bo'yicha ishlashadi yoki uni qilishadi. Qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Tavsiyam shu, baribir O'zbekiston sharoitidagi yoshlar bilan Amerikadagi holatdan kelib chiqqan holda men aytaman, misol uchun hech qachon uyalma, so'ra. Misol uchun men noto'g'ri bizani qaror bo'lgan bo'lsa, mana shu qarorni nima qildingiz? Yoki bunaqa o'zgartira olamizmi? Indamay ketma. Ichingda qolib ketmasin. Agar solution topa olsak, meni ham, seni ham yutug'ing deyman. Любой xodimga aytadigan meni tavsiyam ichingda qolib ketmasin. Demokrasiya deydimi? Fikringni bemalol ayt. Xato bo'lishi mumkin, yosh qilib yoki azartda aytayotgan bo'lishing mumkin. Muammo yo'q. Bu ham kompaniyangizning qadriyati. Hamda qadriyat, hamda zo'r. Что sizni kompaniyangizda men to'g'ri tushungan bo'lsam, любой xodim, hattoki kecha kelgan updater, например, endi ishlayotgan xodim ham, agar unga nisbatan nimadir noto'g'ri qaror bo'lsa yoki noto'g'ri qanaqadir tanqid bo'lsa, bemalol chiqib menejeriga bu narsani ayta oladi va menejer uni eshitishi shart. То есть bunaqa huquq bor kompaniyada. Bor, kompaniyada bor. Kerak bo'lsa sizga ham ayta oladi. Bemalol, mana misol uchun onlayn o'tiramiz. Aytaman, o'sha o'zing departamentda hal qila olmading, top menejmentda qila olmading, muloqotga ochiqman. Hech xijolat bo'ladigan joyi yo'q. Agar qaysidir xodim sizga nimadir kritika etsa, to siz bu narsani bemalol ochiq qabul qilaman deganingiz emas, uni eshitib, solution topishga harakat qilamiz. Qanaqadir bilan это тоже qadriyatlarda, shunaqa. Qadriyatlardan yana bittasi mana shu narsani kakiraman kelib 2-3 kun o'tirib, keyin kechadan o'tgan kundan boshlagan bo'lsam, birinchi fleet departamentga kirgan bo'lsam, fleet team bilan gaplashishdan bosh qildim. Birinchi maqsadim aytdim kirgandan. Misol uchun, bilasizlar bolalar, mitinglarda qatnashmayman, boshqaman. Men ofman, почти men kamdan kam holatda men bilan muomala qilasizlar, boshqa qilasizlar. Men sizlarni audit qilgani yoki tekshirgani yoki ko'ygani kelmadim. Men gaplashamiz, fikr almashamiz. Qayerda nima kamchilik qilayotgan bo'lsangiz, men sizlarni qo'llab-quvvatlash uchun ideya, g'oyalarimni aytaman. Keyin men sizlardan yoshim katta bo'lsa ham, owner bo'lsam ham, oxirgi 20 yilim o'sha chet elda o'tayotgan bo'lsa ham, men ham bilmaydigan narsalar bo'lishi mumkin. Aytasizlar, muammo yo'q dedim. Keyin o'tirdik, gaplashdik, ba'zi bir ikkita narsani aytishdi, ba'zi xijolatchilik bor O'zbekiston sharoitida, owner kirib bemalol xonamga olib bilan ularni fleetda bunaqasi kirib gaplashdik. Keyin hozir gaplashgan suhbatimizda ba'zi bir narsalar esimdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin, keyin so'rashim mumkin. Xuddi shu narsa sizlarda ham bo'ladi. Hozir xayolingizga kelmayapti, so'ramayapsizlar boshqa.
o'tiringlar-da, mana shu Nodir aka bilan gaplashganda nima esdan chiqib qoldi, nimani so'rash kerak edi, nimadir qilishimiz kerak edi yoki mana bu ishlamayapti, bu narsada vahshiy katta zarar kiryapmiz deb aytsanglar muammo yo'q dedim. Keyin bir kundan keyin o'sha yana nima deydi, flit o'sha ko'rib chiqqan bonuslar masalasida yozishdi. Mana shu ishlarda qolib ketgan aka deyishdi. Keyin mana shunaqa qilib yondashamiz bundan buyog'iga, mana shu bizani fikrimiz, talabimiz deb turib o'sha US ofisga naborat tavsiya berishdi. US ofisdagi flitga tavsiya berishdi. Ikkita tavsiya berishdi o'zi. Mana shu yaxshi deb o'yladim, mana shu qadriyat deb o'yladim. Ya'ni yozishdi, ya'ni aytishdi tavsiyani deyman. Qadriyat independent, o'zini fikriga ega bo'lgan, o'zini fikrini to'g'ri deb bilsa, shu fikrini kerak bo'lsa himoya qilib, kerak bo'lsa kimdir bilan urushib. Yo'q, urushda emas, hayron, shu urush so'zini ko'p ishlatishadi. Yo'q, sporlashish. Sporlar. Urush so'zini men ham ko'p eshitaman-da borganda. Trakchiliklar, u traktor stopda urishdim, shipper bilan urishdim. Sen ishlagani chiqdingmi? Tortishish so'z ishlatamiz. Qanaqasiga tortish? Bir debat bo'lmasa, ishga chiqqan odam bo'lsa, 8 dan 8 gacha tirikchiligiga keladigan daromadi o'shandan bo'lsa-da, chiqib turib razbor qilsa emas, u borish kerak, nimaga kelganligini aytish kerak, savoliga javob olish kerak, kutish kerak-ku. Shipperda urishdim, fuel kartda urishdim. Faqat urush bizaniki degan yo tobi deysiz. Ibrohim hayronman shunga. Yo, to'g'rimi shu gap? Masalan, mana ertalab ishga chiqamiz, biz urush uchun chiqmaymiz-ku. Ishlab, zo'r kayfiyatda daromad qilib, profit qilib, hamkasblar bilan biz bilan ko'p ishlab o'qish kerak. Chunki ko'p ishlatiladi shu so'z. O'shanga hayron qolaman. Urushdim deydi. Fleet department nima? Dispatch bilan urushdim deydi. Ya'ni inglizchada bir bola deb qo'yiladi. Voy, nima qilyapsanlar deyman. Unaqa bo'lmalaring, pozitiv bo'lsalaring-chi. Muloqot qillaring. Muammoni chiqib, shunaqa muammo bo'lyapti, ket, tim bo'lib ishlaylik. Bitta kemada ketyapmiz, hozir fleet indamasa yoki safety indamasa yoki boshqa accounting indamasa, aniq cho'kib ketamiz hammamiz. O'shanga shu. Qadriyat. Zo'r qadriyatda. Urushmaylar, iltimos deydi. Oxirgi marta shu masalaga как раз juda ham to'g'ri keladi menimcha. Oxirgi marta nima bilan faxrlangansiz? Imенно kollektivda, timda ko'rgansiz, blin, молодцы degansiz. Safety'dan faxrlandik. Safety'ga olgan xodimimiz o'zi shopga receptionist qilib qabul qilmoqchi bo'lganmiz-da ishga. Endi shopga men javobgar bo'lganim uchun intervyusida men qatnashyaptim-da, o'zim reklama bergan. Keldi, suhbatlashdi. U receptionistga munosib ishchi emas-da. Uning darajasi baland-da. Keyin Baxtiyor, men o'zim receptionistlik qilaveraman dedim. Mana shu xodimni safety qilgan olgan dedim, iltimos. Yo'q edi. Gaplashib ko'rdi. O'sha bir haftada yetdi. Anchadan beri eshitmayotdi, ko'p holatda bari sekin, stabilniy o'sib boradi ko'pchilik. Bu xodim yonib ketyapti-yu dedi-da. Yonib ishlayapti-ku dedi-da. O'shandan faxrlandik ikkalamiz ham deyman. Oxiri aytamiz, farqi yo'q. O'zimizdan ham xodimlar-ku. Keyin bir kun miting qilyapmiz-da, o'sha 6 oymi ancha bo'lib qoldi-da. Safety top menejerimiz aytayapti-da. Agar polni yana 1 yilda polni tayyor bo'lsa, balki menda boshqa departament ish bo'lsa berarsanlar deb qoldi. Hatto safety menejerimiz top unaqa o'zi xijolat xodim oldida ishlashida, yondashida, keyslarni hal qilishida o'zi xijolat safety menejer. Chunki uni uyaltirib qo'ya oldi-da, shu narsani qildi. Qarang, bizani bunaqani bilmaysiz-da, qayerda nima kelishini. Bizni o'zi receptionist shopga yaxshi xodim, yaxshi nima speaking xodimni qidirgan vaqtimizda u xodim kelib qo'shildi, safety departamentga qo'shildi. O'shandan faxrlandik. Shunda intervyu qilgan ekansiz. Shunda intervyu qilayotganingizda nima bo'ldiki, что siz qaror qildingiz, yo'q, buni давайте receptionga emas, safetyga o'tkazamiz. Nima? Misol uchun, misol emas, bu bor faktku. O'sha etdi, o'sha HR anaqamizga, qizimizga aytgandim, menga ishchi kerak, receptionist topib ber. Intervyu bo'ladigan bo'lsa, Baxtiyor aralashtirma, men shopdaman dedim-da. Menga u dedim. Ya'ni Baxtiyor bilan intervyu qilib yubormalaringiz, bittasi keladi, qilamiz, bo'ldi.
xodim, xodim o'sha keldi, CV'sini ko'rgan edim, unda ko'z yugurtirib qo'ygan edim. Endi CV har doim bilasizlar, top levelda. Keldi, gaplashyapti, ingliz tilida sof, roman. Misol uchun agar CV'sini boshqasini ko'rmasam, men uni amerikanец deb o'ylayman. Ukraina millatiga taalluqli ekan. Keyin bankda ishlagani, oilasi, farzandlari haqida, keyin tracking sohasida ham u o'sha ma'lum bir vaqt ishlagan ekan, o'sha safety departmentda ishlaganman. Men safetyman deb o'ylagan ekan, lekin u unga aloqador ish qilmagan ekan. O'shalarni ochiq oydin etib tushuntirib beryapti-da. Eshitib o'tirdim, o'zimga o'zim aytolmadim ichimda. Nima deydi? Bu resepsiyon emas to'g'rimanda. Bu biz o'sha qidirib yurgan, hozir o'sha safetyni oqsoqlanayotgan, o'sha kakras bizga kerak odam-ku dedim-da, ichimda o'sha qaror qabul qildim-da. Eshitib bo'lgandan keyin aytdim, sani tajribang, qualificationing hozirgi biza olmoqchi bo'lgan ishdan balandroq ekan. Sen balandroq ishga loyiqsan. O'shanga sani tantanali ravishda nima deydi? Safety departmentga o'tkazamiz. Sen o'zi ham hayron bo'ldi. Men eplay olarmikanman, boshqa ekan dedi. Sen nima? Xavotirmi? Mana biza safety adam hamma seni support qiladi, mana komandadagilar. To'g'rimi? Ha deb qo'ydi, ensasi qotib, unaqa yoqmadi menimcha HRga. Chunki ularni sekin ko'tarib olib kelingan, o'rgatib boshqa qilib, kelgan odam, resepsiyonistga odam safety hamnaqaga o'tib ketayotganiga sal yoqmadi shekilli. Bunisi ham aytib o'ting, bilinib qoldi. Keyin bo'ldi, qaror shu, mashit kelasan, boshqa dedik, qaror qabul qilindi dedi. Menimcha o'sha eng faxrlanganimiz, ya'ni xursand bo'lganimiz, qilayotgan ishi boshqasidan hamma xursand-da. Endi hamma xursand deganda unga qarashli xodimlarning fikrini bilmayman. U ham xursand, lekin normal muammo yo'q dedi. Bu yerdagi safety degan bunaqamiz bilan gaplashdim. Hammasi a'lo dedi, cho'tki dedi. Zo'r. Bu masaladan уже ozgina o'tib ketdik, to есть ozgina gapirdik. O'sha o'tgan podkastda bizga yoqdi, juda ham siz gapiruvdingiz, что har bir inson xohishi bo'lsa logistikaga kirib kela oladi, bemalol. Xuddi shunaqa. No, именно logistikada rivojlanib o'sish uchun konkretno bu sohaga juda ham qiziqish kerak, izuchat qilish kerak, ko'p ishlash kerak. Va undan oldin уже gapirdingiz, что ko'p kompaniyalar ochilyapti, yopilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Nima sabab bo'yicha именно bu ownerlarda, bu kompaniyalarda o'xshamayapti? То есть ochishadi, bir pas ishlashadi, bankrot, все, kompaniya yopilib ketadi. Yuzaki yondash sohani tushunmaslik. Agar sohani tushunsa, bilganda, ilmi, bilimi bo'lganda, tajribasi bo'lganda, u riskka kirmas edi. Endi ularni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi, ya'ni pozitiv hamda qiladi emas. Chunki bozor boom bo'layotgan, market boom bo'layotgan paytda kirib kelishdi-da. Siz o'ylamaysizmi, что bu tez daromadga ko'proq qiziqish, chem uzoqqa biznes qurish faktori bo'lishi mumkin. Например, ko'plar o'ylaydi, что hozir ochamiz, ko'p pul qilamiz Endi rostdan shunaqa ham qilishdi-da. Shuni aytmoqchiman, balki qilishdi, shunaqa deb o'ylashdi, lekin xatoligini men hammaga aytib kelganman birinchi kundan. Hatto sherigimga, dispatch timga, o'sha misol 2-3 ta timda ishlagan bo'lsak, qo'yayotgan shartlari biznesga to'g'ri kelmaydi. Men market zo'r bo'layotgan bo'lsa ham, uzoq muddatli ishlaylik, bunaqa shartlar qo'ymaylar bolalar. Bu kunlar uzoqqa bormaydi. Maksimum 1 yil, ya'ni 2 yil cho'ziladi. Hali uyimizni topa olmay qolamiz bu holatdan kelib. Desam, ishonmagan edi ko'pchilik. Ko'rildi, mana aytganingizdek to'kilib qoldi. O'sha tajribasi, sohani bilmasligi, bilaman deb o'ylaydi, lekin bilmaydi. Bilmasligidan, agar bilsa qilmaydi u inson. Bilmaganligi uchun xato qiladi. Mas'uliyatchi. Что bu narsa mas'uliyat qanaqa? Konver dedim-ku boshida aytib o'tdim. Konverga tushgan odamga farqi yo'q. Konverga tushadi, ko'radi, ketyapti, qilsa bo'ladi deydi. Mas'uliyat nima deyapman, что siz, например, o'sha o'tgan podkastingizda ham ko'p gapirdingiz, safety muhimligiga. Safety qanaqadir strict rule bersa, shu u safety ruledan uni bilmasa, prinsip qayerdan biladi? Safetyligi, kompaniya uzoq muddat ishlashlik. O'zi maqsad boshidan qisqa muddatli bo'lsa, daromad qilish bo'lsa, 6 oyda boyib ketish bo'lsa. Bu ham axir mas'uliyat. Partning mas'uliyati kiradi-yu, sen odamlarni olsan, odamlar bilan ish ta'minlayapsan odamlarga. Ular senga ishonishyapti, sen to'g'ri olib borishing kerak. Bunaqa narsa yo'q.
Unaqa narsa yo'q. Agar unaqa narsa bo'lsa 6 oyda yopilmaydi kompaniya. Yoki 2 oy, 3 oyda yopilmaydi. Chunki to'g'risi bekitadigan joyi yo'q. Outsourcing bilan yo'da haydovchi bo'lib yurgan haydovchi bilan til topishtirib kompaniya qilish u kompaniya emasda. Chunki u haydovchi ham bilmaydi. Chunki haydovchi faqat haydaydi, katta daromad qilyapti. Ya'ni kompaniya owner bo'lsam, yanada bundan da ko'p daromad qilaman deb o'ylaydi. Umumiy oldidagi suratni ko'rmaydi-ku, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, nima javobgarligi bor, to'lovlar masalasi, insurance, safety, o'sha bilimga borib taqaladi. U bilmaganligi uchun hamkor bo'ladi, o'shaning uchun uzoqqa cho'zilmaydi. Chunki yo'qotadigan narsasi yo'q-da. Mana Baxtiyor bilan biz qilgan bo'lsak, qara Baxtiyor biz sherik bo'lamiz, har xil marketdan kelib chiqqan holda yaxshi ham bo'lib ketamiz, yomon kunlar ham keladi. Yomon kunlarni sen hali o'ylab tushunga ham kirmagan, unaqa tajriba o'tmagan. To'g'ri, Toshkentda boshqa joyda ishlagandirsan, bu dahshat bo'ladi deganman-da. Ya'ni hamma pul so'raydi, pulni to'lolmagan vaqtingda men sen bilan gaplashaman deb o'zi Umarov fikr almashasiz, ha? Sherik bilan shunaqa deganman. Amallaymiz degan, keyin o'sha kirib maslahat qilganimizda nima qilamiz? Bo'ldi, Sunnat akamdan maslahat so'rab, Sunnat akamga qilib shuna holat. Yo'q pul, короче, to'lov qilib bo'lmaydi. Значит, negotiation qilamiz o'sha nima, bilimli, tajribangiz, oldingi reputatsiyangiz rol o'ynaydi. Masalan, nimaga 6 oylik kompaniyalar yopilib ketadi? Chunki ularga ishonmaydi. Masalan, biz o'sha qiyin holatga, market tushib ketgan holatda bo'lgansizlar, marketda o'sha payt 2000 qachondan tushishni boshladi? 2022 dan pastga qarab ketish boshlagan yozdan. Faqat pastga. 2022 yozdan Ibrohim. Polni pastga qarab ketgan. Shunda reputatsiya rol o'ynaganda o'sha 2013-yilda kompaniyani tashkil qilganimiz, ya'ni 2015-yilda Samotoni olganimiz, boshqamiz 2020-yilgacha ishlab kelgan, yana 2022-yilgacha ishlab kelganimiz o'sha reputatsiyamiz ham bizga foyda bergan, prinsip, o'sha bilim. O'sha muomala dedimi? Urushmas. Urushish deydi, ya'ni rayderga qildim bo'ldi, olmaysan, boshqa olmaysan deb turib urushsangiz, ish bitmaydi, bo'ldi. Ora ochuv bo'ladi. Misol uchun rayder bo'ladimi, qaysi mijoz bo'ladimi, hammasiga tushuntirilgan o'sha bilim asosida. Holat shunaqa, tariximga qara. Birinchi kundan ishlab kelayotgan kundan beri shu kungacha biror bir to'lovni o'tkazib o'rganmizmi, o'tkazib o'rmaganmiz mana. Doimicha yo'q, o'tkazmagansan. Nima qila olamiz? Bizga 1 oy, 2 oyga imkoniyat berasanmi? To'lovni kechiktirib to'lashga. Ha, qilamiz, bo'ldi. Kelishildim, bo'ldi, boshqa. Keyin Toshkent team, bilmadim, qolgan kompaniyalarda qanaqa o'tgan, bizda oyliklar kechikkan, uni bekitadigan joyi yo'q. Bozor tushganda bozor tushdi, bozorga kapitalizm-ku, uni iloji yo'q. Qayerdan olasiz budjetni? Shu Toshkentda ham shunda qadriyat ekan shu mana, qadriyat ikkovimiz deydi-yu. Misol uchun, davay, oy oxirida meeting, hamma kiradi Zoom meeting. Sunnatga ochamiz. Polni cookbookni ochib turib, profit and loss, balance, outstanding, shot hammasi ko'rsatilgan butun xodimlarga. Eng qiyin holatga qarab, u eng tochkasiga kelgan. Nolni ko'rsatilmagan. Mana oxirgi 6 holatimiz. Faqat pastga qarab ketyapmiz. To'g'ri ishlayapmiz, lekin iloji yo'q. Xarajatlar ko'p, daromad yo'q. Mana mana shu holatimiz. Sizlarga ko'rsatishdan maqsad bu kompaniyaning holati, vaziyatimizni. Misol uchun, top menejmentda anaqa ham yo'q, xudo xolisa, nima deydi, ishonaman, ular qanchadir muddatga bizga anaqa qilib berishadi, qo'llab-quvvatlashadi. Agar cho'zilib ketsa, xafagarchilik yo'q. Mana sizlar yosh xodimlar, dispatch, fleet, hamma xodimlar mana oyligingiz kechikadi, bilib qo'yinglar. Bular sizlarni qasddan ushlab yoki boshqa qilishmas, muammo emas. Agar turib bersanglar, to'laymiz, qochib ketmaymiz. Keyin yaxshi kunlar qaytsa, albatta bizni unaqa yaxshiligi bilan qaytaramiz. Deb turib, shu oldidan o'tilgan. Hatto eng kelgan xodim ham ko'rib turgan. Qaytnashib Zoom meetingda kompaniyaning shoti, bankida qancha turgani, profit loss nima bo'lgani, oxirgi marketda qancha gross qilganimiz, qanchasi trakka, qanchasi insurancega, orada aksidentlar hammasi, ya'ni fleet ham qatnashyapti boshqa, ya'ni bir-biringlarni tasdiqlanglar bo'ldi. Mana gross bo'lmadimi? O'sha $1.5 dan, 1.20 dan, $1 ham yurdingmi? Dispatch tasdiqladi. Fleet nechta avariya bo'ldi, nechta aksident, qancha to'ying, shu hammasi shunda ochiq ko'rsatilgan.
O'sha qadriyat bo'lsa kerak, menimcha o'sha qadriyatimiz. O'sha qiyin holatlardan o'tganmiz. Judayam zo'r bo'ldi bu narsani aytib berganingiz, chunki bu prям наглядный пример. Kompaniya qiyin vaqtida, qiyin paytida sizlar ochiqma-ochiq xodimlarni yig'ib, bizda hozir shunaqa holat, mana hamma sifralarni ko'ryapsizlar. Давайте birgalikda o'xshasa o'xshaydi. O'xshasa Qadriyat do'st, mana gaplashganda, suhbatlashganda esga kelaveradi. Mana 2020-yil pastga qarab ketish boshlayapmizmi? Cash flowda muammolarmi? Baxtiyorga aytaman, Baxtiyor naq qiladi, Sunatkan bilan gaplashaman, boshqa faqat hamnaqa pastga qarab ketilyapti, hech qanday hamnaqa emas. O'zim solution topa olmayapman-da, bosh qotyapti-da. Lekin o'zimga olmayman, pozitiv. Vashshi qiyin vaziyatda, izlayapman, bosh qo'yapman-da. Keyin shunda urdi-da kallaga. Maslahat so'ra. Bilmayapsan-ku. 6 gashini yig'ishtir dedim. Bitta kompaniyalarga bordim, so'radim. Yo'q, bizda hammasi yaxshi deyapti. Ko'ziga qarab turibman-da, yaxshi deyapti. Pirpiramasdan yolg'on gapirishyapti. Pirpiramayman. Yo'q, yaxshi bizda deyapti. Yo'q, yordam beringlar, maslahat yo'l nima qilsa bo'ladi desa, ko'z pirga chotki emas, gross bo'pti. Ishlamayapti dispatchning deyapti. Voy deyapman, endi nima bo'ladi deyapman-da. Bo'ldi, rahmat akalar, kofe uchun, boshqa uchun dedim-da. Rahmat, maslahatingiz uchun omadinglarni bersin dedim. Mabodo qarz berib tura olmaysizlar, yo'q, buni bera olmaymiz deyishdi. Bo'ldi, bunisiga ham rozimiz. Chiqib ketdim-da. Keyin o'ylab, keyin o'sha kuzatganlarim boshqa bitta-bitta-da, keyin как раз podkast ko'rdim-da. O'sha tracking kompaniya bo'yicha, boshqa bo'yicha. Men uni owner deb yurar ekanman, owner emas ekanda, yo'q. Gapirganlar boshqa samimiy, o'sha nima deydi, profit loss, uzoq muddatli strategiya, boshqa. Men o'sha okaga chiqaman dedim-da. Chiqdim. Boshqa dedim. Oka, mana shunaqa dedim. Biznes-ku. Voy, Nodir, qiynalib qolsam bo'ldi, mana bunday qilinadi, bunaqa qilinadi deb turibgani qo'ymadilar-da. Xizmat haqim $3000, necha ming dollar izdilar-da. Oylikni vaqtida olmayapmiz. Keyin keldim, ertasi kuni mitingga yoqdim. Sunat aka, men mana shunaqa personal treyning olmoqchiman. Consulting boshqa. Baxtiyor, mana shunaqa qilsam pul yo'q dedilar. Yetdim-da. O'zimiz hal qilaveramiz deyildi. 3 kishining orasida bo'ldi. Baxtiyor desa, qarang sharoitga, ko'ryapsiz, pul yo'q dedi. Ha, bo'pti dedim, keyin borib uyga ba'zi insonda bekitgan boshqa joyi bo'ladi-ku. O'zimni yonimdan to'ladim-da, boshladim-da kursdan maslahat olish, treyning olish boshqa. Keyin ba'zi bir narsalarda xato o'ylaganman. Mana qarang, shuncha tajribasi 2022-yil bo'lsa, 10 yil, 8-9 yil bo'lsa ham o'sha ba'zi narsalarni xato o'ylagan ekanman-da. Men o'zim uchun to'g'ri deb o'ylaganman-da shu paytgacha. Ya'ni meni biznes akkauntimni menmi, sherigimmi, akkauntingmi bo'ldi, boshqa ishimni ko'rishga haqqi yo'q deb o'ylaganman-da. Keyin o'sha 2023-yillik qiyin paytdagi okani treyningini olib, boshqa qilib, savollarimga javob hozir hammani oldida hamma ochamanmi deyapman-da. Akkauntimni, profit loss'imni ko'rsataman. 6 oyda zarar kirgan bu menga sharmandalik-ku deyapman-da. Kimsan palonchi akasan deyapman-da. Hazillashib, okey, hazilkash. Yo'q, bu biznes-ku dedi-da, Nodir dedi. Muammo yo'q dedi. Hozir hammaga ko'rsating, hozir top menejmentga ko'rsating dedi. Keyin mana shunaqa oldim boshqa, ertasi kuni sherigimga aytdim, Baxtiyor eshitib qo'ydi. Baxtiyor mana shunaqa ko'rsatamiz san. Xato dedi. O'sha kun tashab ketadi bizani hamma dedi. Pul yo'qligini bilsa. Sani bilmadimu, o'sha boshdagi kontrakt bo'yicha agar kelisha olmay qolgan holatimizda sheriklarda endi konstitutsiya bo'lishi kerak-ku. Odatda sherikchilikda ishonishdagi kontrakt degan gap ham ko'p-da. Ikkita sherik to'g'ri qaror qiladi, maslahat qiladi, lekin bizadagi kelishuv shunaqa bo'lganki, sen menga borib qolganda men qaror qilaman, xato bo'lsa ham. Oxirgi to'chkani men qo'yaman deb kelishganmiz. O'sha to'g'ri kelishib ham naqil ikkalamiz ham rozi bo'pti deb ketsa ketaveradi. Lekin sen menga borib qolib qaror qilish undaq bo'lib turganda men qilaman-da, xato bo'lsa ham. Bor shu kelishuvimizda bor. Qilamiz dedim, treyningni oldim, boshqa qildim. Yo'q, bizani foydamizga berdi. Bizani foydamizga, umumiy ham naqada bizani foydamizga berdi. O'shanda keyin
inson ekanmiz-da. Ochasiz har hafta, o'sha har oyda bir marta oxirida ko'rsatamiz butun komandaga holatimizni. Kerak shu narsani Baxtiyordan so'radim. Nima qilsan oxirgi bir yilda desam, qilmayapman, ko'rsatmayapman. Bozor yaxshilanmoqda dedim. Kesatibdi. Ko'rsatging kelmayapti dedim, hazillashib. Aytmoqchi bo'lganim, keyin o'sha bir oyda bir marta umumiy komandaga holatimizni ko'rsatsa, har hafta top management, fleet management, safety hamma ko'radi. Qayerda nima pul ketyapti, qayerda nima kamchilik, profitdamizmi, lossdamizmi. Ko'rib turgan holatda ham ba'zi bir xodimlar top managementga ishonmadi. Uni ham tushunsa bo'ladi. Menimcha u insoniy nuqson bo'lsa kerak. Balki keyin vaqt soatiga balki o'zini ham tushunar. Ishonmaganlar ham bo'ldi. Zo'r bo'ldi, to'g'risi. Давайте bitta umumiylashtirib olaylik bo'lmasa, qarang, Sam Avto hozirgi kungacha ko'z tegmasin, Xudoga shukr, faol yuritayotganini основной siri это получается qadriyatlar. Yes. Qadriyatning birinchisi bu o'sha demokratiya. Что agar sizni fikringizni kimdir noto'g'ri deb o'ylasa, siz unga aytasiz. U aytishga bemalol haqqi bor. Ikkinchi qadriyat ochiqlik. Yes. To'g'rimi? Kompaniyaning problemalarini, qanaqadir hozirgi holatini tim bilish kerak. Bilgan holatda u loyal bo'la oladi, что vaziyatni tushunyapti, например. Uchinchisi, nima bo'lyapti bizda qadriyat rulga strikt turish. Rulga, prinsipga nima deydi uni? Ha, shu prinsip. Prinsipda gap ko'p. Chunki oxirgi o'yli shu sohada ishlaganim baribir endi keyin eshitasiz u narsalarni, o'sha payt eshitmaysiz. Shu Baxtiyor sherik qilib ish boshlaganimizda maksimum 15 taga boradi, bularda predikt qilishganda raqobatchilar. Maksimum 15 taga boradi ishga. Shunga o'sha prinsipda qolganmiz. Misol uchun, bunday qilish kerak, nimaga ko'paytirib olmayapsanlar, boshqa deganda ba'zi cheklovlar, misol xuddi accountingda Sunat akam qaror bilgandek, misol uchun bizani shu bum bo'layotganda 100 tadan oshirib ketmasligimizga safety asosiy rol o'ynagan. Yo'q, faqat yo'q degan. Pulga boshqaga daromad qilishimiz mumkin, lekin 100 tadan oshgandan keyin har bitta trakka riskimiz shunchadan ko'payadi, avariya shunchadan ko'payadi. Qanchasidan omadli chiqamiz, qanchasidan omadsiz chiqamiz, kompaniyaning umrini qisqartiradi. Ras kompaniya uzoqqa bormoqchimi? Mana Sunat akam aytsinlar, 50 ta yoki 75 ta yozib turib ham profit, foyda qila olamiz degan. Sunat akam tasdiqlaganlar. Men ham ko'nganman, ularga rozi bo'lganman, Baxtiyor ko'nmagan, lekin umumiy o'sha aytganingizdek demokrasiy stil bo'lgani uchun qarorli 3 kishi bunaqa deb turgandan keyin bir kishi hech narsa qila olmagan. Ko'paytira olmagan. Zo'r. Qolib ketgan savol, haligi aytib bergan hikoyangizdan qolib ketgan savol. O'sha siz maslahat olmoqchi bo'lgan kompaniyalaringiz, ular sizga yo'q, bizda hammasi joyida, trakda cover bo'lyapti, ishlayotgan kompaniyalar hozir ishlayaptimi? Ishlashyapti. Bizning savollarimiz o'sha ozgina sekin-sekin yakunlanyapti. Men juda ham hozir qiziq suhbat ketyapti bizda. Qarang, sizda hozirgi payt o'sha успешный biznes bor, o'xshamagan bizneslar bo'lganmi? O'xshamagan bizneslar yo'q, bor. Amerikaga qadam bosgan kunimdan boshlab trak sohasida bo'lsam, Ascotda o'sha 2013-yil aktiv qilib ochgan bo'lsam, shu paytgacha to'xtovsiz faoliyat yuritib kelayotganini o'zi, Samni 2015-yilda sotib olib kengaytirgan bo'lsak, shu paytgacha to'xtovsiz ishlab kelayotgani, shuni o'zi biz uchun yutuq. Chunki boshqa narsaga prinsip o'sha qadriyatga taqaladi. Yana boshqa kompaniya ochib yoki yana boshqa sheriklar qidirmaganimiz. Bugungi kunda eng katta sizni yutug'ingiz nima deb o'ylaysiz? Pozitiv qolish. Pozitiv. Juda ham zo'r javob bo'ldi. Urushga to'g'risi ashyanma ham yo'q deydi. Urushda ham voyda deyishga ham ham yo'q deydi. Nima deydi? Toqatim yo'q deydi.
bizaga asosiy sherigim bilan o'sha prinsipda o'sha sportda qolganimiz ham bizaga ko'p anaqa bergan. Chunki boshqa ko'p kompaniya ownerlar bilan boshqalar bilan gaplashganda holatida shunda bilinadi o'sha sport bilan o'zini anaqa qilmayotganligi bilinib qoladi. Ko'p ownerlar o'zini oldirib qo'yadi. То есть o'sha to'g'ri odatlar, sport, to'g'ri turmush tarzi bu ham katta ahamiyati bor. Biznesda rivojlanish uchun, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Qanchalik u narsa kam bo'lsa, shunchalik ham. Shunaqa. Tushunarli. Siz o'tgan podkastda bizga yoqda ikkita savol bergan ekansiz. U savolingizga javob oldingizmi? U savolingizni javob bilan siz ko'nikdingizmi biz bilmaymiz. Поэтому u savolni ham hozir chiqarmoqchimiz. Birinchi savol berganingiz bu nimaga sizlar o'sha O'zbekistondagilar doim o'zlaringni haq deb o'ylaysizlar degan savol bergan ekansiz. Bu savolni nima asosida bergansiz? Yoki уже esingizda yo'qmi? Yo'q, u uni hazil anaqasida u hammaga tegishli savol edi. O'zbekistonda hammaga tegishli. Sinfdoshlarim bo'ladimi, kursdoshlarimmi, qo'shnimmi? Bu hammaga tegishli savol. То есть bu ko'proq hazil tarzda bo'lgan savol. Hazil tarzda berganman. Endi boshida aytib o'tdim-ku, kamera masalasi, boshqa misol uchun miting bo'ladi, boshqa bo'ladi, qaror qabul bo'ladi. Amazondagi qilingan qaror mitingdan kamera ochib tomosha qilib o'tirganman-da. Nima deyishyapti? US ofisdagilar qanaqa Amazon hayot bormi deyishganda, nima bu tabdili bo'lamiz-ku, qanaqa daromad qilamiz, boshqa o'zaro endi ba'zi fikrlashadi, ularning huquqi, ularning ham haq. Eshitib turganman. Lekin telefon qilib, nima deyapsizlar? Raqamlar, nima orqamdan gapiryapsizlar demaganman. Hatto Baxtiyor ishini qattiq yo'q chiqib ketgan. Sherigim. Normalniy qabul qilgan. Misol uchun arizda u nima deyapsa, nimaga ishini qattiq yopdi, indamanman-da. Normalniy misol uchun o'sha kuni qaror bo'ldi, Amazon yo'q. Driverlik ketyapti, notis beryapti, traklik kelyapti. Qaror qabul qilindi, kayfiyat yo'q. 6 bo'ldi, 6:15 o'tdi. Xona yonma-yon xonamiz. Endi baribir kattaman, bir paytlar bunaqa bo'lgan men sherigim. Baxtiyor deyman. Ha, xonlar beydo. Mayli, ish, boshqa problemalar o'z yo'liga zalga chiqinglar deganman. To'g'ri zalda men faqat tennis o'ynaganmiz, terlab pishib. Keyin aytgan bir gap bo'lar deganman. Balki yaxshiligimizgadir deganman. Bo'ldi, nima desiz, shu kelishuv. Ikkinchi savolingiz, nimaga ofisda faqat yoshlar ishlaydi degan savol bergan ekansiz, что yosh kichkinalar. Bu savolga men ham ozgina javob bermoqchiman. Zo'r bo'ladi. Da, chunki biz imенно shu narsa bilan shug'ullanamiz. Chunki birinchidan logistika hozir ko'p studentlarning IELTS bor. Studentlar uchun eng yaxshi option, chunki ular o'qish bilan ishni birdaniga olib ketish mumkin. Va ular o'qishdan keyin o'sha 6da, 4da shift boshlansa, bemalol ishlab, pul topib, kontraktni yopishadi. O'zini xarajatiga trayt qilishadi va ular unga yordam berishadi, to есть hayotiga, oilasiga pul topib, o'zini hatto xarajatlarini cover qilishga, chunki studentlarni ko'pchilik ishga olmaydi, chunki ular full day ishlamaydi. Full day ishchilar в основном marketda sпрос ularga katta, full day ishchiligi. Ikkinchisi, yosh kattalarga уже stabil holatdan chiqish qiyinroq bo'ladi. Agar ularda stabil holatdagi ish bo'lsa, daromadi past bo'lsa ham, ular uchun ish almashtirish risk. Тем более иностранный kompaniya bugun bor, ertaga yo'q. Plus bilasiz, afsuski logistikada ko'pincha kompaniyalar недобросовестно поступать qilishi mumkin xodimlar bilan, oyligini bermasdan, official ishlatmasdan. Shuning uchun kompaniyalarga daveriya sal pastroq, shuning uchun yoshlar, ko'proq studentlar bu ishga qiziqishadi и ingliz tili ularda ko'proq hozir rivojlangani uchun ko'pincha bizda imенно yoshlar ko'proq kompaniyada, например. Bizning ham kompaniyamiz 85% yosh bolalar. И ular, menimcha bu juda ham yaxshi, chunki ular o'sha multi function o'qish ham o'zini yo'liga qo'yishadi, ish ham o'ziga yo'liga qo'yishadi va independent bo'lishga o'rganishadi. Yosh kattalar qiyinroq. Даже yosh katta odamlar kompaniyaga kirsa ham, ular kirishib ketishi plus вредность kechasi ishlash bilan family тоже issues, chunki oila, bolalar bilan juda ham bu narsani birga olib borish qiyin. Shuning uchun yosh kattalar bizda juda ham kam. Tushunarli. Rahmat. Shunaqa. Zo'r javob bo'ldi. Va siz bilan blitz savollar qoldi. Bu savollarga tez javob berish kerak. Endi xohlasangiz katta javob berishingiz mumkin, xohlasangiz qisqa. Biznes bu ko'proq omad или disiplina? Ikkalasi birgalikda. Umringizda eng yaxshi olgan maslahatingiz? Ota-onam aytgani,
o'qi kam bo'lmaysan, hech qisi yo'q, keyin o'tib ketasan deganlar. Hozir sandan ko'p pul topayotganlardan o'tib ketasan degan ishgan. Eng zo'r maslahat. Chunki bizda 97-95-yilda bo'lsa, o'qiysan san deyishgan. Umringizda eng yomon olgan maslahatingiz? Eng yomon olganim sigaret cheksa bo'laveradi deyishgan. Logistika bilan bog'liq eng katta mif. Tracking bilan bog'liq. Zo'r biznes deyishlik. Zo'r biznes emas. Biznes. Eng osoni bu odamlarni ishga olishmi yoki ishdan haydashmi siz uchun? Olish. Ko'proq mas'uliyat. Ko'proq qo'rqish. Tracking bo'lmaganda kim bo'lardingiz? Tracking biznesga kirmaganingizda. Coach bo'lardim. Moda yo'q. Biznes bo'yicha. Biroq. Bo'ladi marketing. Oxirgi marta sizni nima ilhomlantirdi? Oxirgi marta ilhomlantirdi. Ya'ni xursand bo'lib ketishmi yo? Yo'q, kitob o'qidingiz, zo'r ideya keldi yoki qanaqa podkast ko'rdingiz. Ilhomlantirgan narsa mantiq haqida o'sha Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farobiyni, bor al-Farobiyni mantiq haqida yozgan bunaqasini o'sha qisqaroq mantiqqa chiroyli qilib tushuntirganini o'qib mazza qildim. Logika haqida mantiq. Oxirgi marta o'zingizni nima uchun tanqid qildingiz? Kritika. Yo'q, o'zim yaxshi ko'raman. Boshqa hayotda tanqid qilmayman. Umuman tanqid qilmayman o'zim. O'zingizni urishmaysizmi nimadir bo'yicha? Yo'q, nimaga o'zim urishaman? Endi o'zim urishishim qoladi. Hamma urishsa, hamma shikoyat qilsa menga, endi ba'zi o'nir bo'lgan o'zim nima aytadi, o'zim tug'ilgan kun bilan tabrikladim deydi. O'zim hayit kuni o'zimga o'zim ochki oldim. Yo'q, o'zim hayotda urishmayman. Tushunarli. O'zingizga shu yana o'xshash shu savolga ilinadigan savol. O'zingizga oxirgi marta eng qimmat nima narsa olgansiz? Biznes dedingiz-ku, boya esimga tushib qoldi. Boshqa narsaga biznesga tikkan ekanman, men esimga tushib qoldi. Bir so'rashim kerak shuni. Ta'limga tikkanman. Onlayn ta'limga tikkanman. 5% sotishgan bor yo'q she'r. O'shalardan lekin kursmi bu? Onlayn kursmi? Kurs emas, onlayn hamnaqa nima deydi? Education platforma, men kursdaman hozir hamnaqadan keyin hozir bu yerda reklama bo'lib qolmasin. O'shanga tikkan ekanman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ta'limga tikkanim uchun, o'sha o'rganish, ilm bo'lgani uchun men yutuqda deb o'ylayman. Yutuqdaman deb o'ylayman, profitdaman deb. To'g'ri, hali bir sim qo'limga olganim yo'q. Lekin profitdaman deb o'ylayman. Xudo xolasa. Buni ko'rsataman hamnaqadan. Zo'r. Kamera ochgandan ko'rsataman sizlarga. Прибыльный, неприбыльный, но bu narsaga bor yo'q o'zi 5% ni sotishgan ular ham. O'sha ham omon zamonda bozor zo'rga chiqqanda o'sha daromad qilib o'sha bonus olganimizda sherik bilan hamma xohlagan joyiga tikadi-ku. Shunday kelib qoldi-da, mana shu ta'limga boshqaga tikadigan joyi bor. So'radim, surishtirdim, o'yladim, bosh qildim, maslahat qildim-da. Rosa ikkilandim-da. Qani o'zim sinab ko'ray dedim-da. Shuni ko'zimga tikib oldim-da. Shu bilan hali bilmayman nima bo'layotganini. O'shani lekin surishtirishim kerak. Kakras esimga tushib qoldi hozir. Bugungi yoshlarni pluslari nimada deb o'ylaysiz yoki minuslari? Pluslari ularda 99 plus, chunki men o'zim aniq eslayman, studentlik paytimda birinchi Yahoo emailimni ochganimda 30-40 minut ketgandi. Emailimni ochishimgacha qilib aylanib turgan, bilmayman, telefon gulanarmidi, nimadir. Hozir 1 sekunddan 2 sekundda load o'tib ketsa, baqir-chaqir, to'polon boshni ushlagan dedi, dispetchlar hayron bo'laman. Vashi tez zamonda yashayapsizlar-da. Sizlarda umuman shikoyatga o'rin yo'q-da. Ya'ni urushga ham o'rin yo'q sizlarda. Sizlar vashi zo'r davrda yashayapsiz. Endi biz o'tadigan bunaqada ko'rib qolganmiz-ku.
Misol uchun internet, boshqa telefon, dunyoga aksess, Amerikaga, marketiga, bozoriga ochiq sizlarda. Lekin buni baribir javobi bo'lsa kerak bir kuni deyman. Chunki agar shunga nisbatan yoshlar noshukrlik qilsa yoki adolatsizlik qilsa, buni javobi bor. Ya'ni sohamizdan kelib chiqqan holda deyapman. Chunki mana sizlar o'tirasizlar, bemalol Amerika bilan gaplashasizlar. Amerika vaqti bilan amerikaliklar sizlar bilan muloqot qilaveradi-da. Bizda unaqa sharoitli imkoniyatlar bo'lmagan. Bo'lgan endi bitta universitetga bitta ingliz yoki amerikanец o'qituvchi kelib qolsa, o'sha zo'r litseyda o'qigan boshqa atrof o'rab olardi. Bizga navbat ham tegmasdi. Ingliz tilini sal chala bilardik endi o'qish paytida u darajada bilmaganimiz uchun bizga navbat ham tegmasdi. Давайте bunga yana bitta maslahat ham ulab yuboraylik. Agar maslahat bergan bo'lsangiz, qanaqa maslahat berardingiz bugungi yoshlarga, например? Yo'q, maksimum hozirgi imkoniyatlardan faqat pozitiv foydalanish kerak. Qilolmadim, bilmadim degan narsa uzr yo'q-da. Chunki dunyo ochiq sizlarga, yoshlarga deyman-da. Xohlasanglar chet elga chiqib ketasizlar, xohlasanglar universitetda o'qiysizlar. Variantlar ko'pligidan o'zi siqib o'tirgan yoshlarga hayron qolaman-da. Кто ты воин degingiz keladi. Xuddi ani jangsiz qolib ketgandek xafa o'tirsa, yoshlar hayron bo'laman-da. O'shanga faqat maksimum foydalanish kerak hozirgi imkoniyatlardan, berilgan sharoitlardan, hammasidan. Chunki dahshatda. Men o'zimizning yoshligiga solishtirsam, mana shu dahshat. Bitta o'ylaydi, bitta email, elektron pochta olish uchun 30 minut ketgan. Faraz qiling. Logistika, tracking bugungi kunda perspektiv sohami yoki yo'q? Agar ilm bilan kirsa, professional yondashsa, zo'r, muammo yo'q unda. Ishlash Amerikada yoki O'zbekistonda? Farqi yo'q, locationda farqi yo'q logistikada. Dunyoning любой chetida bo'lmaydimi? O'sha bizda 3 ta location-ku. Toshkent, London, US. 3 ta locationda ishlaymiz. Misol uchun bitta cost control, accounting yigitimiz bor. U ham tanish, u ham men do'stim. Hamma tanish bilish bo'lib ketdi. U ham do'stim, accountingga qaraydi. Ikkita xodimimiz o'sha Londonda o'tirib ishlaydi. Maslahat beradigan kitobingiz yoki eng yaxshi o'qigan kitobingiz yoki-da podkast? Yo'q, hozir o'sha kitob. Hamdaqa nima Kawasaki o'tirmaymizda. Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farobiyni o'sha mantiq kitobini o'qisanglar, shuni tavsiya qilaman. Shuni o'qisa o'z ko'pchilik savoliga, javobiga, o'sha qiynayotgan savollarga javob bo'ladi. O'z yondashuvda ham, masalan, marketing sohasidami, mana sizlarning sohami, logistika sohasidami, hammaga shuni tavsiya qilaman. Prosta o'z mantiq, logika nima? Ya'ni o'shandan o'zi o'qisa, agar yetib borsa, qalbi taskin topsa, ishida, yondashuvda aniq o'sish bo'ladi. Chunki mantiqsiz qadam, bilmadim, deydi, halokat. Ikkita savolim qoldi. Birinchisi, sizga produktiv bo'lishga yordam beradigan siz odatlaringiz? Qaysarman? Produktiv sizga bo'lishga yordam beradigan. O'sha qaysarligim. Yo, odatlar, например. Odatlarmi? O'sha qaysarligimda, masalan, sport formam qolib ketgan bo'lsa, uydagilar berishmagan bo'lsa, ishdan shunday mashinada ketaveraman sport zalga. Borib, qaysarligi o'sha, chunki menga kerakda. Keyin, misol uchun, qolib ketgan bo'lsa ham sport zalida o'g'lim kutib turadi. Kiyimiz qolib ketganiga olib keldim, malades, barakat oldim. Kuchli inson bu kim? Kuchli inson? Siz fikringiz bo'yicha. Kuchli inson ichi ham, usti ham bir xil odam bo'lsa kerak. Chunki ko'pchiligimiz o'shanga amal qila olmaymiz, o'sha problema deyman. Kuchli inson ichi ham, usti ham bir xil odam. Hatto yomon odam bo'lsa ham. Yomon odam bo'lsa ham, ichida yomonlik bo'lsa, ustiga chiqasa, men hurmat qilaman. Men yaxshi ko'raman. Zo'r bo'ldi. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. Juda ham menimcha bizda yana agar bizda iloji bo'lganda biz yana sizga savollar beraverardik agar bu vaqt cheksiz bo'lganida. Maza qildik. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. Sizga bizda bitta amal bor. Что bizda kelayotgan mehmonlar bizga kichkina motivatsiya yoki so'z qanaqadir o'zidan yozib berishadi. Biz oldiga rasm qo'yib keyinchalik o'zimiz uchun muzey qilamiz, например. Shunga o'xshatibmi? Da, просто o'zingizdan nimadir xohlagancha yozsam bo'ladimi? Bemalol. Xatga bemalol. bitga yozib qo'yaman.
O'zbekchada yozaveraman, bo'ladi. Farqi yo'q, любой tilda. Sizga ma'qul bo'lsa bo'ldi. Xatingiz juda chiroyli ekan lekin. Yoqdim. Sam deb yozishim shartmi, shart emasmi? Yo'q, shart emas. Shart emasa? Rahmat kattakon. Yana sizga kichkina bizdan esdalik bor. Ibrohim. Tez chaqirib turinglar, yetmaysizmi? Men tezroq kelardim deydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Tracking. Line start tracking. Sabrjon. Sanjar aka bilan tanishman, taniyman, akani hurmat qilamiz. Endi Shohrux aka bilan tanishsak, o'qdi dahshat. Gap bo'lishi mumkin emas. Artib olishmoqda, lekin tak. Zo'r. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Biz siz bilan suhbatlashib maza qildik, to'g'risi, juda ham qiziqarli bo'ldi. Umid qilaman, yaxshi o'tdi deb. Ya'ni o'sha samimiylikni so'raganingizga samimiy endi ofitsialniy coachingga o'qib turib uyda deb yuborishim ham mumkin edi-yu. Menimcha ma'qul o'tdi shekilli hammaga. Zo'r o'tdi. Zo'r o'tdi. Rahmat kattakon, ishlaringizga yomon bo'lsa, hech qanaqasi yo'q, hozir aytmasanglar ham keyin yozib olinglar. Tufta-yu, Nodir aka deb yozib yuborsangiz, Ibrohim ikkinchi borganim bo'lsin senga, men ham negativ yozib urishib ketaveраman deydi. Hazil hammasi deydi.